vaqtni g'animat bilgan odam katta natijalarni qo'lga kiritgan. Mo'min odam dunyosi deb oxiratini esdan chiqarmaydi. Oxiratni deb dunyosini tashlab qo'ymaydi. 8 soat uyqu bo'lsa, 75 yil yashagan odamni 24 yili uyquga ketar ekan. 1 yil 1 oydek, 1 oy 1 haftadek, 1 hafta 1 kundek, 1 kun 1 soatdek o'tadi deb Rasululloh marhamat qilyapti. Vaqtda go'yoki bir tezlashib ketgandek tuyulishligini sababi ulamolarimizning ta'rifi bo'yicha ikkita holat. Mayning oxirida kanikulga chiqardik ta'tilga. Sentyabr kelmasdi dedi. Go'yoki 1 yildek tuyulardi. Bir odam 80 yil yashaydi. Undan bir odam naf ko'rmaydi. Kelib ketganini birov bilmaydi. Falonchi o'tib qoldimi deb keyin eshitib olasiz. Inson o'zi ega bo'lib turgan